Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana sizlarga Bog'iston qishlog'ida joylashgan yangi ochilgan dachaga, zo'r dachaga keldik. Narxlari ham hamyonbop. Mana Farhod akamning dachasiga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Sog'liq yaxshimi? Mazza yaxshimi? Dachalaringizda qanaqa sharoitlaringiz endi? Sharoitlar endi shu xalqqa yaxshi bo'lsin deb sharoitlar qildirib qo'yganmiz. Sanuzelikda, letniy oshxonamiz, dushovoy, saunalar hamma sharoitlar qildirib qo'yganmiz. Xonalari nechta endi? Xonalar endi uy 2 qavatli uy, tepada 3 ta, pastda 2 ta 5 xona bor. Yashash sharoitlari bor, hammasi yumshoq mebellar bilan jihozlangan. Hamma sharoitlar bor. Igrovoylarda nima borda aka? Igrovoyda endi tennislar qo'yapmiz hozir. Endi televizorlar anaqalar hammasi bor, ko'rsatilgan kanallar hammasi Wi-Fi bilan ulangan. Farhod aka, endi bu suvlari baseyningizni toza ekan, yangi qo'yganmiz deyman suvi. Basenlar yangi qurilgan, basen 9 ga 5. Mayolkadan qilingan, filtrlar yangi o'rnatilgan hammasi. Suv bizda muammo emas, suv hammasi yetadi. Hozir obunachilarga narxi qiziq bo'lyapti-da, narxini qancha qilib berasiz? Hozirga endi bu yerga narxlarimiz endi 1 million 200 dan deb turibmiz hozir. Men nomdan chiqsa, endi siz nomingizdan kelsa, bo'yinsizga 1 milliondan qilib beramiz aka. 1 milliondan. 1 milliondan qilib beramiz. Mana aziz do'stlar, dachani ham ko'rib chiqdik. Dacha zo'r ekan. Aka, nomeringizni aytib qo'ying obunachilarga. 97 876 82 nomeriga murojaat bo'ladi. Bo'stonliq dacha o'zga like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin.